Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy ofida Qamshartaldagi yana bir ishimizni bitirdik. Bu yerda Eshmbetov Qudrat akaning uyida ishladik. Bu yerda 350 kvadrat stoyashka quydik. 50 metr bordyur bo'ldi. Bordyurimizning balandligi 1.20 bo'ldi. Mana bordyurimizning to'rligi. Mana yağmurdan suvuna mandan nelerden koyuverdik mana turbalarda. Mana minirimiz yine bana 10 metre 10 metrga 15 sant uklon berdik. Mana suv hazır suv so'yib chiqdi, mana suv ketib qoldi, mana o'z suv tortilib ketdi. ...350 kvadrat stoyashka bo'ldi, 50 metr bordyur bo'ldi. Bu yerga ketgan xarajat 4 kamaz sheben ketdi, 340 xalta sement ketdi. Mana chertakning tagida polniy qo'yildi. Setka 140 dona setka ketdi. Stoyashkaning qalinligi 10 santi bo'ldi. Bordyurning balandligi 1.20, eni 25-30 bo'ldi. Mana balandligi 1.20 bordyur. Mana bu yerdan bunday deb boshlanadi. Bu yerga ketgan qo'laqisi, shu shebeni, sementi hamma narsa ichida. Mana yomg'irga qo'yilgan turbalar 45 million so'm bo'ldi. 45 million so'm pul ketdi. Mana stoyashkamizning to'g'riligi. Qo'laqisi, shebeni, sementi hamma narsa ichida. Mana turbalargacha, setka klyonkasinacha 45 million so'm pul ketdi. Mana bosaqasini mana bunday verdik.